yaxshimisiz? Men shifokorman. Bu yomon sinish bo'libdi. 119 raqamiga qo'ng'iroq qila olasizmi? Kuting. Men maktabimda kirish marosimiga borishim kerak. Menimcha siz tashvishlanmang. Men Shisui akademiyasiga boraman. Siz menga o'xshaysizmi? Siz esa menga. Bu mo'jiza va biz undan unumli foydalanishimiz kerak. Yaxshi foydalanish. Bu to'g'ri. Shishiku akademiyasiga kirish marosimiga mening o'rnimga borishingiz mumkin. Kuting. Nega? Men tushunaman, bu ishlash kerak. Bu Shishiku akademiyasi o'ziga xosdir. O'g'il bolalar maktabi. Kirish marosimini o'tkazish uchun asos bo'lsa, uning o'rniga darsga qatnashsangiz, Darsda qatnashamanmi? Bir soniya kuting. Mening ham maktabim bor. Mayli, men maktabingizga boraman. Shunday qilib, siz Shishikuga borishingiz kerak. Ha, lekin men qiz bolaman. garda chiqarib yuborsa, siz uning xarajatlarini to'lashingizga to'g'ri keladi. Ha, haqiqatdan ham ulkan. Hozircha siz Shishikuga borasiz va maktab cho'qqisiga ko'taring. Bu juda oddiy. Bugundan boshlab siz Shishiku akademiyasiga mening o'rnimga Hikaru Onigashima sifatida o'qiysiz. Bu baxtsiz hodisa aslida meni Shishikuga borishga majbur qilish uchun sahnalashtirilgan edi va o'sha shifokor Uning uchun uzr so'rayman. Yosh xo'jayinning boshiga bir nima kelsa, uni bajaradi. yosh boshliqmi? Va men nima? Bu emasmi? Ha, xonangizdagi hamma narsani olib keldik. Bugundan boshlab siz shu yerda yashayapsiz. Nima demoqchisiz? Yaxshi. Siz yashayotgan o'sha Sazukaze joyi bilan allaqachon gaplashganmiz. Axir siz bilan men uzoq vaqtdan beri yo'qolgan egizak aka-ukamiz. Meni tashqi ko'rinishimni hisobga olsak, bolalar uyidagi odamlar uni butunlay sotib oldi. Egizaklar, birodarlar? Ha, biz hozir bir oilamiz. Va Onigashima guruhining ikkinchi o'g'li sifatida men Shishikuda yuqori o'rinni egallashga majburman. Yakuza guruhi, siz ikkinchi o'g'limisiz? Siz juda ko'p reaksiya qilasiz, shunday Asosan emasmi? Shishikoni kuch bilan egallash, uni ko'paytirish maydoniga aylantirish. Bu Onishima siyosati. Ammo men doimo kasal bo'lganman. Ammo siz yoshligingizdan juda turli jang san'atlarini o'rgangansiz. Shuning uchun Shishikuni egallash siz uchun shunchaki orzu emas. Undan oldin mening do'stlarim yoki oilam bo'lmagan. Men doimo yolg'iz edim. U men bilgan birinchi oila edi. Men yordam berishga rozi bo'ldim. Oy, eshitdingizmi? Kecha Samejina shahrida Totomaru minorasini eshigini topdim. Ha, men bildim. Ikami Onigashimi yakkama-yakka olib uğraşmoqchi bo'lgan. Eshitishimcha, u Huasanni hurmat qilgani uchun ataylab yutqazibdi. Haqiqatdan ham bu degani taxminan birinchi raqam. Shunchaki figura. Hoy, yaxshimisan? Jan ursa, men eshakni sudrab ketyapman. Men bu haqida juda ko'p o'yladim. Men buni o'rtada qoldi deb o'ylagandim. Lekin men bunga duch kelyapman. Totomaru-kun,
Men seni yenga olmadim demoqchiman shu bilan. Bu haqiqat. Shuning uchun men seni hurmat qilaman. Meni urganingni qabul qilaman. Meni urish orqali sen Shishikuning birinchi yillar boshlig'i bo'lasan. Bundan buyog'iga men seni qo'llab-quvvatlayman va ardoqlayman. Totomaru-kun, men bularning hammasini qilmoqchi emas edim. Baribir, bu narsalar bilan nima? Men qilmaslikni xohlaysizmi? Bu haddan tashqari tanish emasmi? Aytmoqchisizki, biz allaqachon do'stmiz. Biroz do'stlar demoqchimisiz? Hoy, birga urushmaymizmi? Seni birodar qilaman. Rahmat. Kimga? Totomaru. Ha. Men Shishikuni egallashni orzu qilardim. Sehrli kunlar, qanday bo'lmasa o'sha jangga qadar bu asabiylashtiradi, lekin bu haqiqiy shartnoma edi. Meni hurmatimni qozongan yigit Hikaru Onishima. Siz haqiqatda ham noziksiz. Siz haqiqatdan ham Hikaru Onishimamisiz?